Qalaysizlar bo'ldi? Matematika zo'r ekan. Oralaringizda. Azam bola. Nechinchi sinfsan? Bo'ldi, 6-sinfga mos savol beraman. Agar to'g'ri javob bersalaringiz, necha pul beray? Qancha? 500 ming bo'ladimi? Bo'ldi, 500 minglik savol beraman. Kara-karadan 5 ta savol beraman. 5 talasam to'g'ri javob berishing kerak. 7 kara 8. 5 kara 6. Yo'q, xalaq bermalaring, o'zi aytsin. Xo'p, 7 kara 9. 49. Xo'p. 63. Mayli. 9 kara 8. 70. Jim turinglar. 72. Necha? 9 kara 8. 75. Va, xo'p. Nechta qolib? Bittasi savol qoldimi? Oxirgi savolim 6 kara 9. Jim turinglar. O'zi topsan. 54 mi? Ha, bittasiga yordam bersam, bittasiga xato javob berding. 100% to'g'ri javob berganingda 500 ming bermoqchi edim. Kara-karadan edi. Endi yo boshqatdan bering. Undan ko'ra men sizga o'rgataman oson usul. Masalan, 9 kara 3 desa, 3-barmog'ingni buklaysan. Necha qoladi? Och qolganini, qolganini ochib qo'y. Bu yoqda ikkita qolgani 10 bu 10 20 bo'ladi. Qolgani 1 2 3 4 5 6 7 27 bo'ladi. Tushundingmi? Masalan, 9 kara 3 27. 9 kara 5 ko'rsat barmog'ingda. 5-barmog'ingni buklaysan. O bu yerda 4 ta qoldi. 10 20 30 40, bu yerda 5 qoldi. 45. Tushundingmi? Qalay o'rgatar ekanman? Yaxshi. Endi senga ham o'rgataman. 9 kara 6. 6-barmog'ingni buklaysan. 6-barmog'ing mana. Bu yerda nechta qoldi? 5 ta qoldi. Bu 10 20 30 40 50. Bu yerda 4 ta qoldi. 54. Tushundingmi? 9 kara 7 ni ko'rsatchani endi. 60, to'g'ri? Necha? 63. Krasavchik, zo'r. Tushundingmi? Menga teng savol. Karaja. Kim tug'ilgan kuni o'zi? Ularni. Ikkinchi shans beraymi? Bo'ldi. Mayli. Kara-karadanmi? Bo'pti. 7 kara 6. Aha. 42. Xo'p, 8 kara 5. 45. Xo'p, keyingisi 7 kara 9. 60. 60. Aytma, o'rgatma. Xo'p, oxiri bering. keyingisi 4 kara 5. 4 kara 5. 20. Aytma. Aytganim Xo'p, oxirgisi bitta oxirgisi qoldi. 9 kara 3. 9 kara 3 27. To'g'ri, molodez. Bittasiga xato javob berdi. Bo'ldi. Qaysiga? To'g'ri javob berganda 500 ming ishlaydi, qiyomat shortdan.